mashina keldi, to есть dori keldi. Konteynerli. Hozir sizlar bilan dorini qonuniy qanaqa utilizatsiyasini ko'ramiz. Ko'rsataman. Dori tushiryapti. Mana shu ikkita pechka. Bitta и naradagi ikkita pechkada yoqiladi. Yo'qilinadi, unashajeniya qilinadi. Bunda xolislar har xil taksistdan, ekologiyadan, yana farmakonometdan mana shu odamlar qatnashadi. Mana shu katta pechka. Mana shu katta pechkada yoqiladi. Dori. Ko'rayotganinglarda dorilarning unashtajeniyasi ketyapti. Dorilarni solib, mana shu pechkada 1300 gradusda yo'q qilinadi. Bu yerdan qonuniy yo'q qilish shunaqa bo'ladi. Ekologiyadan kelishadi, sesdan kelishadi. Keyin mana shuni yo'q qilib olganlar. Lekin bitta savol bor. Bu yerda savol shuki, ekologiyadan to'g'ri qonuniy yo'q qilish bor dorini. Lekin tutun qatga ketadi. Tutun 1300 gradusda pechkaga dorini solyapti. Unashtajeniya yo'q qilish bo'ladi. Mana ekologiyani qonuniy yo'q qilinadi dorilar. Mana shu pechkada. Lekin qonuniy gaz chiqazilyapti. Bu nima deyiladi? Bu o'zbekcha varianti, ya'ni qonuniy varianti. Qonuniy shunaqa unashtajeniya qilinar ekan. Dorilarni tam har xil odamlarni chaqirib, kerakli organlarni chaqirib, unashtajeniya qilar ekansiz, 1300 gradusda yo'qib yuborilar ekan. Shu o'zi har bitta apteka, har bitta aptavik dori bo'yicha ishlaydigan odamlar hammasi shunaqa qonuniy yo'q qilish kerak ekan. Bitta yo'qmagan tarafi mana shu qora tutun. Ya'ni ulardan chiqayotgan o'sha dorilarni yoqqandan qora tutuni chiqargan. Endi bu yerda shamollar anaqasi bor ekan. Qanaqadir hisob kitobi bor ekan. Shamol bo'lganda qanchadir miqdorga chiqqandan keyin u zarari yo'q bo'lib ketishi. Shu bo'yicha. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar.